Uyutmoqli sizlar bilan Mazoq Shoh Mich. Bugungi videomizda Oybek Mich bilan emas, Shohruh Mich bilan emas, Akobir Mich bilan emas, qishloqi bilan video olamiz. Qishloqqa salomlashib qo'y. Salom bolalar, men qishloqqa bugungi videomizda qishloqi bilan uzoq videosini olamiz. Kanalimizga like va podpiska bosasini yorib qo'yinglar, iltimos. Qishloqqa qattiqroq gapir, Alloh sohibbi. Xo'p, Bir kommentariy yozib ketinglar, bu qishloqqa kim? Bizlar jamoamizdan, masalan, Shohruh Mich bo'lishi mumkin, Oybek Mich bo'lishi mumkin, Akobir Mich bo'lishi mumkin. Kimligini kommentariy yozib ketinglar, bolalar. Men bilishlar, oson billaring, salomlashi. Men eski obunachilarim buni bittaga taniydi. Eski obunachilar men birdanga taniydi. Chunki buni salomlashini ko'p biladi. Men videolarimni agar yangi obunachi bo'lsalaring, kanalga obuna va like bosinglarda, videolarim qidiringlar, videolarim ko'ringlar, salomlashni aniqlasalaringiz bo'ladi. Qishloqqa yozgan doshim pasaytir, buni iPhone 16 ni. Ana odi. Keyin esa agar birinchi bo'lib to'g'ri topgan, masalan, bir kishi yozadi, Oybek Mechda, bir kishi Akobir, bir kishi Shohruhda yozadiki, birinchi to'g'ri topganga keyingi videoda kanalimga reklama qilib beraman. Ya'ni kanalini shunday screenshot qilaman-da, kesaman-da, faqat yozuvini ko'rsatiraman-da, rasmini ko'rsatiraman-da, aytaman. Kanalga obuna va like bos. Shu bolan kanaliga like bosib obuna bo'linglar. Bu bizlarni anavimiz topgan deyman. Qishloqni topgan deyman. Men bu uy kimniga o'xshabdi? Hamma tanigan, legendarniy youtuber Karoli. bu artefakt. Va qishloqqa o'zi pakillatib to'p tashadi. Agrotimga tegmoq qishloq o'zim qilay. Voy, agarotni zo'r ekan, zo'r ekibsan, zo'r qarabsan agarotiga. Balli, 100dan 1000 beraman senga, barakalla. Valla men bugun ko'p maqtash eshitdim, qandaydir meni artefaktga ko'charimni ko'rishlari mumkin. O artefakt naqshiyatda yashang. Mana dur masalan, xuddi artefakt faqat gilamni o'zgartirganman, sandig'i ikkita bo'lib qolgan, keyin kravatimolga Zo'rkan. kravatimolga o'tirgich qo'yganman keyin. Uyim kattaroq qilganman. Qishloq uyini bir obzor qilamiz keyin qishloqqa. Qishloqqa o'g'irlik qilma bilan kisbirish ahmoq. Hezalak sandiq. Qishloqni o'g'riga chiqarmang, yomon shakar. Qishloqqa uyingga kir. Voy bilan kallang asfaltga bilan. Qani kallang bitta tutqan menga yerga qarag'an bitta. Yerga qarag'ani, ozgina yerga qarag'. Voy bilan kallang asfaltga. Ha kir. Uyingga kir, birinchi kattadan baribir. Qochma kirdim uyimga. Kir. Bu deyapsan, birinchi qishloqqa kiram, qishloqni yo'q. Bu qishloqqa degani izmirutga boy degan. Ha? Kompis bir o'tirgich borgan, bitta o'tirib ko'ray qishloqqa. Men bir ovqat yeb olay. G'am. Qishloqqa sen nima yeyapsan? Senga nima bu? Steak qishloqqa steak yeydi, artefakt qishloqqa, lekin artefakt har doim non yeydi. Voy billah, sen kitmon. Qishloq sen kitmon ishlab chiqaryapsan. Baraka topishloq. Men kitmon ishlab chiqaraman. Meni kitmon zavodim bor. Senlarga o'xshab, kambag'alga o'xshab ko'cha saqib yurmayman. Qishloqdan motivatsiya. Qishloqni yaxshi ko'rganlar, like bosib kanalimga obuna bo'linglar va bu qishloq legendada yozib ketinglar kommentariyasiga. Men ham artefakt ashaddiy hamma video chiqqandan qoldirmay ko'rayotgan muxlisim men. Sizlar ham artefakt yaxshi ko'rib ko'rsalaring mumkin, lekin men har bitta videosini intiqlik bilan kutaman. Artefaktni muxlisiman. Biz hammamiz artefakt muxlisimiz. Bu kim? Bu kimning kommentariy yozinglar. Men chunki artefakt bilan video olganman. Bu qitibdi. Bu yangi Minecraftdagi artefakt qishloq emas, eski Minecraftdagi, ya'ni oddiy Minecraftdagi qishloq. Sangina zo'r qishloq beshida ekanlar, ketib qo'ygan. Bu agarotni yig'ishtirgandan keyin ekib qo'yish kerak. Ekdim? Olma senga hosillarim. Ol, yerga qolib ketma. Hozir o'rganing yo'q, qarqingga turibdi. Yo'q, zo'r. Sandig'ingga solib qo'y agar elementarning joyiga to'lib ketgan. Sandig'ing ko'p narsa o'yirmadi. Yo'q, mana. Kech. Ketdim-ku jo'ga.
Mana bola kimga o'xshayapti be o'zi. Bir ikki xato ozgina xato qilyapti, lekin sizlar sezgan bo'lsalaring mumkin, men sezdim. Kommentariy yozinglar, bu kim? Qaysi gibi? Shohruh Bechmi yo Oybek Bechmi yo Akobir Bechmi? Ashuni yozib uzoqlab qoldiringlar. Voy jalo, suvga tushib ketdim. What the fuck bro? Ey, qishloqi. Kechqurun o'sirib chiqdingmi, eshigingni ochib qo'ysam? Meni uyim zo'r, hammadan zo'r. Ha, bo'qtib. Muzeyda eng bo'xtalan battar bo'lyapti. Kechqurun chichib qo'ygansanmi, siyib qo'ygansanmi bilmayman. Qishloqdan motivatsiya dedi. Taslim bo'lmaslik kerak deb boshladi sanam. Artifakt muxlislari kanalga obuna va like bosinglar va Artifakt legenda deb kommentariy yozishni umuman eslaringizdan chiqmasin. Bo'lmasa bir shipparoq berib o'ldirib qo'yamiz. Artifakt zo'r muxlisimiz. Zo'r Artifakt. Artifaktdan zo'ri yo'q. Qishloqi nima gapga bitta bir-birimizni man legendaman, man zo'ximan, zo'xi. Qishloqidan motivatsiya dedi. Qishloq ketdi o'zicha, anavda aylanib. Seni uyingga kiraman. Patsan, o'zing uying borki, mana gi. Kelsan kiraverma, eshikni ochib beraman. Kel, eshik ochdim. Kel, umuman qaytib chiqma iloyim. Qanday kirding uni yo'q, tez eshik yopding. Bitta videosiga Artifakt videolarini ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta videosiga qishloq uyi portlab ketganda tippa qoti yashagan. Sanam yashaysan bir kun keyin mayimga. Ema voy yeban. Kechiring uyingizni buzyorman. Endi qo'y, ko'chaga chiqma, uydan qo'yish kerak, uyda chekir. Ashbet qo'y deyman. Agrotim buzma. Men sen yeysan sanam. Yalamaga tushib ketdim, voy. Qishloqqa sichib qo'yibsan. Ketma legenda dada, ketmoning yonmabdi. Agroting ham narsalar yonmabdi, legenda. Ovqating bormi? Ovqat yeb tur. Uni ko'lama, o lavaga sen ko'z o'tmaslar tushib ketaveradi. Lavaga rikdan sila tashlayman men. Men uydan kelib lapa tamom chiqay. Tika reklama xizmati. Yama ketmonim. Yama lapatga mo'g'ika qishloqqa lapatking bor. Lapatga berib tur. Hozir. Xo'sh, lapatga qo'ygan ekan. Xo'sh, mana topdim. Kech bo'ladi. Kel. Kelamolingga mama. Intaqilib bilan kutib turibman lapatga berish. Rahmat. Uxlaymiz. Men uxladim. Uxladingmi? Hali keyin yo'l tekislayman, ertaga qaytarib beraman lapatgangni. Xo'p, mayli. Uxlaymiz. Ertalabdan yana Ertalab ishlash kerak. Qachon uxlaysan sen? Ertalab tushib ketdim, voy billahi. Tekin reklama xizmati. Tekin mana reklama xizmatining narxini aytayam bolalar. Tekin reklama. Men bolalar F5 bolaman 500 ta bo'lishim kerak. Men maqsadim 500 ta va qishloqqa 500 ta bo'laymi yoki yo'q. Menga desam 2 million ta bor. Chunki bizlar zo'r ko'zdan ham artefaktdan ham o'tib ketishimiz kerak. Yo, biz artefakt o'tarmaymiz, chunki artefakt legenda. Qishloqqa yana o'z lavaga borib kalla tashlaysan. Yo'q deb bo'lib yurmaysanmi? Men bag'dayman yana sichibsan.
Ema yurakcha o'xshab qopti bolalar. Xuddi yurakcha o'xshab qopti. Qara. Uy. Minecraft legenda. Bola, bu video qishloq bilan chiqdim. Bundan keyingi video quruvchilar jangi bo'lsin, yozib ketinglar. Artibay quruvchilar jangi bo'laki. Noob va pro olaylikmi? Kommentariyaga izohlab qoldiring. Qani jo'ja chiq ekanmi yo'qmi? Jo'ja chiqma. Mayli, chiqab. Огородlarga yig'ishtirish kerak. Qishloq qarindoshlaring огород o'sib ketibdi. Men kelma deysan. Qarindoshing, men baqla asfalt qilaman uying atroflarini qishloqqa o'zing bergan lapatga bilan. Men qara qishloq qilib chiqayman. Bittalar. Qishloq o'yin atrofini qilay. Mer ko'rib qolsa gapiradi. Agar qilmasam bir tepki yeydi. Yeymi bu nima? Yo'q, bir shapaloq yeydi. Men nodonlik boray, mer topish kerak. Men Minecraft'im o'zini qo'tyaptimi? Qishloqni ko'rmadingmi? Yo'q deyapti. Ha deyapti, lekin. Men qarindoshim bilan o'ynab o'tirib. Qarindoshing kelyapti, patsanga o'xshab turishga qara mana. Turishga qaraylar, qo'sham illik. Bir qo'sham ana ekan, nima edi? 10 yil. Qarindosh, bunga teginma. Biz Zohirshoq Beychni kanaliga like tugmachasi va obuna tugmachasini bosib qo'ying qishloqqa. Bosganmikan? So'raga agar bosmagan bo'lsa, bil qishloqni haydalarman legindaman. Qishloqdan haydalasan. Nima? Bosdingmi? Yo'q deya. Bosdi. Sizlar ham bosinglar. Bu qishloqqa qilgan qilig'ini sizlar ham qilinglar. Qishloqqa zo'r ish qilibdi. Men narsam tortollik. Qo'ddashim. Nima olishmaylar. Nima? Qishloqqa teginma. Voy, uzr so'rayman. Kechiring qishloqni. Yashasin qishloqni birdan qopdi. Hammasi o'ldirib qo'yinsiz sana. Bitta mer yo'qolibdi. Qanday? Men boshqa qishloqqa ketaman deb ketdim. Mer bilan gaplashib qishloqiga ma'lumotlar qishloqni berdik. Bu MMA qishlog'i, MMA qishlog'ini juda yaxshi ko'raman, chunki Minecraft ular o'ynash bilmagan paytim, MMA qishloqqa ular o'ynadik. Oybek Mech degan meni bitta nom bor, shu bilan MMA qishlog'i ular o'ynadik, bilasizlar. MMA qishlog'iga ko'p bilan o'ynagan. MMA qishlog'iga 4 kishilar ular o'ynaganmiz, 3 kishilashib, 2 kishilar ular o'ynaganmiz. MMA legenda. Shuning uchun MMA qishlog'iga aniq qildim. Qishloqqa ke Uymonliga xayrlashaylik, keyin yig'ishtirasan agrotin. Boshqalar agrotin yordam beryapti. Chunki video ko'p cho'zilsa YouTube'ga ketmadi. Hardcore video bilan challenge video bordi, nima udal bo'lib ketdi desalaring, chunki udal bo'lib ketdi. Udal bo'lmagan. Boryapman, Zohir. Men uyim atrofini hatyapman, mana bir bloglik qilib qo'yay, tezroq ke. Xayr keling. To'xtab tur. Meni oldigaman. O'lka qishloq. Bu tarafga qara, salomlashgan tarafimizga. Qishloqqa ketman ko'tarib tur. Zo'r turibsan qishloqqa. Xanjar o'tir. Xayr obunachilar, sizlar bilan Zohirshoq Beych bo'ldi. Videoga like bosib kanalimga obuna bo'linglar. Qishloq xayrlash. Xayr bola, Zohirshoq Beychni kanaliga like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar, iltimos. Kommentariyaga kimligini izohlab qoldiringlar. Oybek Beych, Zohirshoq Beych, uzr do'stlar, adashib ketdim. Oybek Beych, Shohruh Beych, Akobir Beychlardan bittasini tanlab yozinglar. Men reklama qilib beraman o'shani kanalimga. Kanalim obunasi kam emas, lekin ancha bo'ladi. Kommentariy yozib ketinglar. Xayr, sizlar bilan Zohirshoq Beych bo'ldi.